Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Mana xudo xolasa bugun Qarshi shahridamiz. Qaysi mahalla edi? Arabxona. Arabxona mahallasi. Xudo xolasa menga Tolibjon akamiz do'kon qurganlar. Mana shu do'kon tashqarisi oq g'ishtdan, plastrlari qora g'ishtdan bo'ladi. Xudo xolasa ikki yo'li oldi bilan birga. Chunki alikafonimiz oq bo'lgan, shoflari qora bo'lgan. Xudo xolasa ichkariga zakazlarimizni olib kelganmiz. Tashqariga mana shu aboyimiz bo'ladi, xudo xolasa. Qora shofga oq g'isht chiqarib berganmiz. Plastrlariga qora filin chiqarib berganmiz mana. Bilesk berganni ko'ryapsizmi? Uydan chiqqan xudo xolasa. Xo'p, endi mana shu katta do'konimizning ichkari tarafiga 60 ga bir aboy chiqarib berdik. Greta 91-95 kvadrat atrofida. 100% stiksiz yopishtiriladi, xudo xolasa hammasi. Interyerga oq shofga qaymoq chiqarib berdik, xudo xolasa. Bu shu do'konimizning to'g'risiga interyerga ketadigan mahsulot. Hozirda 1, 2, 3, 4 xil mahsulot chiqarib berdik. Agar xizmatlar bo'ladigan bo'lsa, behujalat o'sha pastga yozib qo'ygan nomerlarimizga aloqaga chiqishingiz mumkin. Dastavka, kley, lak mahsulotlarimiz haqida savollar bo'lsa, behujalat chiqishingiz mumkin. Xudo xolasa, yana ko'rishamiz.